Hürmetli obunachilar, hürmetli hamyurtlar, so'riga bepoyon olgan insonlar. Bugun 21 mart 2026-yil, marhamatimizni 6 kun bo'ldi. Sizlarga yandan ko'rsatyaptik. Keyin ma'lumotlarimizni ham ko'p narsalar gapirib beraman. 5-quloqlarni ham chiqaryapti, xolos 4-quloq chiqib bo'ldi. 3 quloqli dekodagi 2 quloq, 3 quloq. 4-quloqlar chiqyapti. 5-quloq ham tayyor ichida mana. Xudo xolasa xalqqa isbotlash uchun qilyapman buni. Biz oldingi 2030da chiqqan taroz videomizni ko'rsa, 2024da video. 2024da videoda 11 oygacha katta qilib qo'ygan. Mana shu uzumlardan mana bu yil 3-yil. O'tgan yil meva qilgan mana uzumlarimiz. Mana motorida. O'sha tarozda agar 11 bir katta bo'lgan bo'lsa, 11 bir katta bo'lish uchun yanton yarim onun birinchi katta bo'lmagani yanton 11 bir katta bo'lish uchun 10 kun vaqt kerak bo'ladi, demak, ha? Demak 10 kun chilgan qilib qo'ygan bo'ladi. Biz videolarimizni ko'rib turgan odamlarga aytamizki, uzum bog'i bor yigit bor edi, Sho'rtepadan. Sho'rtepami, shu qishloqdan. Akramjon videolarni chiqarib qo'yganmiz. Uzum bog'i bor bola ustini yopib teplisa qolgan. Biz ham o'shani o'ylab qilgan edik aslida. Mana uzumlarimizni ko'ryapsizlarmi? Mana bugun 21 mart kimda uzumi shunchalik bo'ldi. Mevalari ham aniq mana. Mana shu meva aniq turibdi. O'tgan yil 20ta, 22ta, 25ta, 28ta, 32tagacha meva qilgan mana shu uzumlar, 4 ta uzumimiz. Mana naryoqda ham uzum turibdi, unchalik kuchli emas. Mana. Shuni eslab videolarimizni kuzatib turinglar, xudo xolasa quruqsimas ham chiqaramiz, xudo xolasa uzib ketsa 1 oydan keyin hamma viloyatlarga dastlabki qilib beramiz, xudo xolasa keyin. Hozir texnologiya qilishimiz kerak. Texnologiyaga pul kerak, hozir bir joydan pul kirish kerak, poylab turib, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Mevasini ko'rsatib qo'ydi o'shniroq mana. 21 mart kimda uzumi shunchalik bo'ldi? Bo'lmaganda 15 kun, 20 kun, 1 oy oldin chiqadi, xudo xolasa xalqida. Salomat bo'linglar, oilalar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'liqlarni qadriga yetinglar. O'zim. Salomat bo'linglar, o'zimni ko'rsatib qo'y, ishonmaganlarga. Xudo xolasa hamma har tarozda xudo xolasa kunlarni hammasini bo'g'ingacha ko'rsatib beraman. 2 piyoladan begim hisob ekkanman. Bugun 6-kun mana. O'zi ertaroq ekishim kerak edi, sovuqlar ko'rdilar-ku. 3 kun 4 kun sovuq bo'ldi, o'shancha qo'q kechroq ekdik. Hechdan ko'ra kechroq bo'lsa ham ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'liqlarni qadriga yetinglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun 15 mart 2026-yil eksperiment hisobida mana xudo xolasa ilk piyoladan begimizlar hisob ekyapmiz. Oski. Begimiz. Mana kecha 14 mart kuni kech qoldik, video qila olmadim. Mana bugun ko'rsatib beraman. Tarozlar ekkanman mana. İlk piyoladan begimiz olganman 14 mart. Xudo xolasa ilk piyoladan begimiz oldik. Xudo xolasa 10 kunlardan keyin sharbatini beramiz. Qanaqa bo'lishini hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana o'tgan yil qilgan uzumlarimiz. Og'irlik kirgan, o'tgan yil uzum qo'ygan. Mana videoda ko'rsatib beraman, xudo xolasa mana shu mevalarni. Eksperiment hisobida xalqqa ko'rsatish uchun qilyapman hammasini. Abdulla Hojibegimiz kanali bu. Alishermanmi? Mana shu yerda 300 tami hozir taroz sig'di. Mana shu tarozlarni xalqqa ko'rsatish uchun eksperiment hisobida qilib beraman, xudo xolasa. Xudo qodir qilsa, ko'rsatdilarmi sizlarga? Taroz 14 mart kuni ekkanmiz. Xudo xolasa nechinchi kun kuyganmiz, qancha bo'lgan hammasini ko'rsatamiz sizlarga.
Abdullayev Hoji Begim's kanali bu. Salomat bo'linglar. Hammasini ko'rsataman xudo xolasa. Yaxshilarni ko'rishaylik. Doridan voz kechinglar desam ham bo'laveradi xudo xolasa. Doridan 8 barobar arzon tushadi. Shuni hisoblab dehqonlarimizni tushuntirish uchun qilyapman aytaylar buni. Buni daromad uchun qilayotgan asosan. Asosan buni xalqqa ko'rsatish uchun qilyapman. Daromadni o'ylagan yo'q, daromad ham kerak-ku. Daromadni o'ylagan yo'q, mehnatini o'ylayapman xolos. Salomat bo'ling, hammasini bitta qilib ko'rsataman xudo xolasa videolarda. Yaxlit qilib. Mana jonlik ikkinchi mashinasi. Nima? Mahkamlashyapti yigitlar. Men chunki buni qo'rqib bo'lgan. Xo'shegani? Xo'shasi inshaalloh. 400 litrning bo'ladi bu. Joni. Mashinaning nomeri mana. Ishlanmaganlar uchun. Salomat bo'linglar, yaxshilarni ko'rishaylik, oilalar.